Boshla Suhayb. Qozi Abu Yusuf Yoqub ibn Habib rahimahulloh rivoyat qiladilar. Mutarrif ibn Tarif Abu Jahmdan, u esa Abu Zardan dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim jamoatdan bir qarich uzoqlashsa, haqiqatda islom arqonini bo'ynidan batamom yechib tashlabdi dedilar. Hadis roviylarini keltirishda xatoga yo'l qo'yding Suhayb. Qanday xato bo'lganini kim ayta oladi? Xo'sh. Marhamat, ayta qol Ibn Hanbal. Birodarim Suhayb roviy Xolid ibn Vahbning ismini keltirmadi. Hadis Abu Hanifa an-Nu'monning do'sti Abu Yusuf rahimahullohdan rivoyat qilingan. Mutarrif ibn Tarifdan, u esa Abu Jahmdan, u esa Xolid ibn Vahbdan, u esa Abu Zardan dedilar. Barakalla Ibn Hanbal. Alloh ilmingni ziyoda qilsin. Otang kelganda meni ham o'zingiz bilan olib keting deb aytgan. Katta bo'lganingda otangdek kosib bo'lasan bolam. Otang kelishi bilan darhol unga xuddi sizdek kosib bo'lmoqchiman deb aytgan. Xo'pmi? Bu yoqqa kel. Menga qara Umayr, yonimga kel. Dadang kelganda unga meni bobomnikiga olib boring degan. Sen katta bo'lganingda xuddi bobong kabi qassob bo'lasan bolam. Jajji kosib kel, bu joningga kela qol. Meni eshit, qassob bolam. Kosib. Yo'q, qassob. Yo'q, kosib. Qassob dedim. Alloh jazoingni bergur. Eshikni och, ering keldi. O'zingiz oching eshikni o'g'lingizga. Chi bolam. Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom ko'zimning nuri. Umayr, o'g'lim. Kel o'zimga qo'zichog'im. Menga qara o'g'lim. Men seni olim bo'lishingni xohlayman, tushundingmi? Onang nega yig'layapti? Buving bilan urushib qolishdimi? Yo'q. Yana tortishib qolishdimi? Yo'q. Qassob otasi o'lib qolibdimi unda? Nima? Siz meni otamga o'lim tilayapsizmi, Amir? Xotinjon, o'lim haq, undan qochib qutula olmaymiz. Nega yig'layotganingni ayt unda. Xotining o'g'lingni qassob bo'lishini istayapti. Onangiz esa kosib bo'lsin deyaptilar. Qachon hammasi tugaydi? Qachon janjalni bas qilasizlar, ona? Qachon qaramay uyda yig'i-sig'i, urush janjal, baqir-chaqir qilaverasizlar? Bo'ldi-da endi. Sizniki ham, seniki ham bo'lmaydi. Meni o'g'lim ilm oladi. Qur'on va hadisni o'rganadi. Tushundingizmi? Nima? Uni Bag'dod qozisiga o'xshagan qozi qilasanmi? Imom Abu Hanifa an-Nu'mondek imom bo'ladimi? Shunga ham e'tiroz bildirasizlarmi? Rozi bo'linglar axir. Uni ustozga olib boraman. O'g'lim muqaddas kitobni va muborak hadisni o'rganadi. Kosib Amirning o'g'li Umayr bo'ladi. Bu uy esa buyuk olimning xonadoni bo'ladi. Shunday. Olimning onasi, olimning buvisi, olimning otasi, olimning oilasi. Mana ol buni. Qadar. Qassob o'g'lim o'zimni. O'rningizdan turing, xoinlar. Tezroq bo'ling. Bo'ling. Qani oldimga tushinglar. Tezroq. Yuring. Shu ijarachidan qutulganimga Xudoga shukr. Qo'shnilarim ham undan shikoyat qilaverib charchashdi. Qayerga ketdi ijaraching? Qayerga ketganidan xabarim yo'q. Endi bu uyni hech qachon ijaraga bermasam kerak.
Bersam ham guvohlar olib kelganga beraman. Alloh ishingni oson qilsin Ibn Nuh. Allohdan o'zgada o'zgartirish va kuch-quvvat yo'q. Hoy Ibn Hanbal. Menga qara, sen nega menga takabburlik qilyapsan? Men nima qildim? Tushunmadim. Shayxning oldida o'zingni ko'rsatib, meni so'zlarimni noto'g'ri degan kim? O'zingni men bilan tenglashtirmoqchi bo'lma. Menga qara birodar. Agar seni xafa qilib qo'ygan bo'lsam, sendan uzr so'rayman. Ammo shuni bilishing kerakki, din va Alloh yo'lidagi ilmda xato qilinganda beparvolikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Yana bir narsa Suhayb, Alloh huzurida taqvodan boshqa narsada bahslashilmaydi. Nega ikkalangiz ham ketib qolyapsiz? Yana bir fursat kelganda meni kamsitishni o'ylab qo'ydingmi? Bo'lib o'tgan ishda o'z fikrimni senga aytdim. Qolaversa, shayximizning o'zlari sen qilgan xatoni to'g'rilashni talab qildilar. Men shayximizning savoliga javob berdim xolos. Qasam ichaman Ibn Hanbal, hali hammasi uchun javob berasan. Men ham qasam ichib aytamanki, sen menga qilganingdan battarog'ini qilaman. Qay biringiz mu'minlar amiriga itoatsizlik qilganingizni inkor eta olasiz? Men ey mu'minlar amiri. Men va mening talabalarim sizga bir kun ham itoatsizlik qilmadik. Alloh azza va jalla buyurgan shariatga hamda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sunnatlariga muvofiq ish ko'ramiz. Sallallohu alayhi va sallam. Sizlarning hech biringizga zulm qilinmaydi. Sizlarni qozining adolatiga topshiraman. Sizlarga qozi hukm chiqaradi. Olib ketularni masrur. Xo'p bo'ladi hojam. Hammangiz ortimdan, qani bo'ling. Tezroq. Yur. Qasam ichaman Ibn Hanbal, hali hammasi uchun javob berasan. Men ham qasam ichib aytamanki, sen menga qilganingdan battarog'ini qilaman. Allohim, bizlarni o'z kalomingda ular haqida ba'zilaringizni ba'zilaringizga sinov qildik. Sabr qila olasizlarmi degan bandalaringdan qilma, balki ularning dillaridagi g'ashlik, adovatni chiqarib tashladik degan bandalaring qatorida qilgin. Ilohim. Mana. Juda aqlli yigitsan Faroj. Qisqa vaqt ichida malakali usta bo'lib qolding. Qoyil senga. Mendek tajribali ustozingdan ham o'zib ketyapsan. Abu Sarxon. Qanaqasiga aqlli bo'lay? Mana bir necha yildan buyon shu do'konda ishlab bir tiyin ham orttira olmadim-ku. Bugun topganim bugunga yetadi. Ertangi kun uchun yana ishlashim kerak bo'ladi. O'zingni qilayotgan ishingdan qoniqmayotgan bo'lsang, nega hali ham shu yerda ishlab yuribsan? Qayerga ham borardim? Qilaman desang ish ko'p. Sen o'zing egar yasashni tanlagansan. Ish ko'p deysiz. Daromad ko'proq bo'lgan biror ishni menga ko'rsata olasizmi? Agar bu yerda senga ishlash yoqmayotgan bo'lsa, borib o'zingga mos ish qidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini aytayotganida xato qilib tursa, Suhayb xursand bo'lsin deb men indamay jim turishim kerakmi? Hammasini yaxshi tushunib turibman, Abu Abdulloh. Lekin Suhaybni Alloh o'zi kechirsin. O'zini tutib tura olmaydigan fe'li bor. Unutma, musulmon insonlar birodardirlar. Bunday mayda juda kirchikirlar uyqungni o'chirib xayolingni olmasin. Badr, biz olayotgan ilm boshqa ilmlarga o'xshamaydi, bilasan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini o'zgartirib yuboryaptilar. Bunday holatni biz ilm talabadagilar to'g'rilamasak, kim to'g'rilaydi? Suhayb bu xatoni qasddan qilmagan, yomon niyati bo'lmagan. Buni o'zing ham yaxshi bilib turibsan.
Niyat yaxshi bo'lsa ham noto'g'ri so'zlash va xato qilish mumkin emas. Bizning vazifamiz hadislarni sanad va musnadiga diqqat qilishdir. Bu ilmni o'rganishda Rasululloh hadislariga chuqur hurmat va e'tibor bo'lmog'i lozim. Ha, mayli, Suhaybni qo'yib tur. Sen yoningga boshqa masalada kelgandim. Unutay debman. Tinchlikmi, Badr? Bozordagi do'koningni sotib olmoqchiman. Qancha desang beraman. Do'konmi? Otamni do'konini aytyapsanmi? Ha. Meni do'konim sotiladi deb senga kim aytdi? Kim aytganini qo'yaver. Ayt, qancha beray? Badr, men do'konimni sotmayman. Senga 1000 dirham bersam-chi, rozimisan? Bir dunyo pul bersang ham otamdan qolgan do'konni sotmayman. Yaxshi qol. Bu yerga kelganingdan beri hali bir luqma ham ovqat yemading. Ma'mun qanday? Hammasi siz aytgandek bo'lyapti, Abul Fazil. Sen makkor uni o'zingga qaratib olding. Mendan ko'ra ko'proq senga bog'lanib qoldi. Menga bog'landi nima, sizga bog'landi nima? Baribir aslimiz bir emasmi? Gapga juda ustasan-da, bu Sahil. Sen arab notiqlik san'ati bilimdonisan. Tiling, qalbing ko'zgusi bo'lsin. Bunga shubhangiz bormi? Agar sendan shubhalanadigan bo'lsam, g'azabimga duchor bo'lasan. Bilaman, Abul Fazil, bilaman. Agar oilasi bilan uchrashish uning taqdirida bo'lsa, u albatta uchrashadi inshaalloh. Alloh bergan taqdiriga rozi bo'lishimiz, unga itoat etishimiz lozim. Allohdan boshqa iloh yo'q. Abu Abdulloh, sendan bir narsa so'ramoqchi edim. Nima ekan? Bag'dodlik bir yaxshi do'stim bor. U shu yerdan ijaraga uy qidiryapti. Seni Ishoq amakingni ijaraga beradigan uyi bor edi. Ha, amakim uyni allaqachon ijaraga berib bo'lganlar. Shundaymi? Ibn Nuh ijarachisi ketib qolganini va ijarachi qidirayotganini aytgan edi. Rostdanmi? Undan so'rab ko'raman. Hali yangi ijarachini qo'ymagan bo'lsa kerak. Men u bilan ko'rishganimda o'zim aytaman. Alloh sendan rozi bo'lsin, Abu Abdulloh. Dasturxonga qara. Ibn Hanbal do'konini sotmas ekan. Do'koni uchun oladigan narxni aytdingmi? Aytdim. U narxga e'tibor ham qilmadi. Sotishni istamadi. Qanday qilib Ibn Hanbalni ishontirsak ekan, ha? O'ylayverma, do'kon-ku, boshqa do'kon topamiz. Menga Ibn Hanbalning do'konidan boshqasi kerak emas. Tushundingmi? Opajonim, sizni shunday sog'indimki.
Qachongacha shunday yasharkinman? Men kun kechirayotgan bu do'zaxdan qanday bo'lmasin qutulish yo'lini topishim kerak. Sotib yuborishlariga ko'nsam bo'larkan. Shu tentak ayoldan qutular edimmi? Vaf, senga nima bo'lyapti? Esing joyidami? Qul bo'lib yashashga qanday rozi bo'lishing mumkin? Qolgan umringni tutqunlikda va qamoqda o'tkazasanmi? O'z hayotingdan voz kechasanmi? Yo'q, aslo. Sen aytganing bo'lmaydi, Zumruda. Yo'q. Abu Sarxon aytganidek qilsammi ekan? U men nimalar xohlayotganimni bilarmidi? Nimalar qilmoqchisan o'zi, Faroj? Ko'p pul keltirib foyda beradigan ishni uzoq qidirding. Mana shu yoshga kelib erishganlaring shu bo'ldi. Umringni behuda o'tkazib yubording. Bu senga qimmatga tushyapti. Endi bozorda har qanday mayda-chuydagi o'ralashib, har baloni ko'rib o'tiribsan, Faroj. Abu Sarxon, qani edi sen aytganlaring to'g'ri bo'lsa-yu, qashshoqligimdan osongina qutulib olsam. Kim bilsin? Balki vaqti kelib xalifaning yonida ishlarman. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Allohim osmonlar va yerni yaratuvchisi, yashirin va oshkora narsalarni bilguvchisan. Har bir narsaning Robbisi va egasisan. Tanho Allohdan o'zga sig'inadigan iloh yo'qligiga iqrorman. Allohning sherigi yo'qdir. Muhammad uning bandasi va rasulidir. Nafsumning yovuzligidan, shaytonning yovuzligidan, shirkdan sening himoyatingga murojaat qilaman, Allohim. O'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin. Zindonga tushganingizdan beri shu ahvoldasiz. Qachon qarama namoz o'qiysiz, duo qilasiz. Allohga bo'lgan iymon e'tiqodingiz tufayli shunday qilyapsiz. Nima sababdan bu yerdasiz? Nega mu'minlar amiriga xiyonat qildingiz? Zindonda ishlayotganingga qancha bo'ldi? 2 yilcha bo'lib qoldi. Bu zindonda soqchi bo'lib yurgan vaqtimni hisoblamay qo'yganman. Shuncha vaqt ichida qamoqdagilarga zulm qilinganini ko'rganmisan? To'g'risini aytsam, qamoq devorlari orasida tajovuz uchun nohaq ayblanib, qamoqqa tashlangan insonlarni juda ko'pini ko'rdim. Men ham o'shalardanman. Qamoqdagilarning hammasi ham aybdor emas. Masalan, Yaqub alayhissalom o'g'li, u hasad va adolatsizlik tufayli bir necha yil umrini qamoqda o'tkazdi. Haqsiz. Zindonda azoblanganlar hikoyasini sizga aytib bersam, hatto ishonmaysiz. Ishonaman. Biz ham mazlummiz. Vaqting bo'lsa aytib ber. Sen hammasini o'z ko'zing bilan ko'rgansan axir. Vaqting bo'lsa deysizmi? Zindondagi soqchining o'tkazayotgan vaqti zindonbandlarnikidan farq qilmaydi. Har kim qanday chiqib ketishni, jazo muddatini tugashini kutib o'tiradi. Men bilgan hikoyalarimni aytib berishimdan avval boshqa mahbuslarga nima bo'ladi deb qiziqib qolmang. Ular haqida so'raganimda aytmaganding. Men seni tushundim. Qozining hukmi bilan bu yerga kelganlarning ba'zilari ularga qarshi ayblovlar bo'lishiga qaramasdan xalifa tomonidan ozod etildi. Shunda ham gunohkorlar hikoyalarini eshitishni istaysizmi? Ha,
aytib berishingni xohlayman. Men kabi mazlumlarning taqdiri nima kechdi ekan? Unda eshiting. Musulmonlarning oddiy aholisi va ularni boshqaradiganlar o'zlarini ahli sunna val jamoa deb da'vo qiladilar. Ular Allohning qudratini qadrlamaydilar. Ular Alloh va uning kitobi ustida ixtilof qilmoqdalar. Qur'onni qadim deb Alloh uni yaratmaganligini isbotlash uchun yig'ildilar. Alloh taolo muqaddas kitobida albatta biz uni arabcha Qur'on qildik degan. Demak, har qanday qilingan narsa yaratilgandir. Yana dedi. Osmonlar u yerni yaratgan, zulmatlar u nurni taratgan Allohga hamd bo'lsin. Yana dedi. Alif, lam, ra. Kitob oyatlari mahkam qilingan. So'ngra hikmatli va xabardor zot tomonidan mufassal bayon etilgandir. Demak, har bir mahkam qilingan va mufassal bayon etilganning egasi mahkam qilgan va bayon etgandir. Alloh o'z kitobini mahkam qiluvchisi va bayon etuvchisidir. U xoliq va yaratuvchidir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Kosib Amir senmisan? Ha, men Kosib Amirman. Meni butun Bag'dod taniydi. Bu Ahmad ibn Hanbalning do'konimi? Ha, Ahmad ibn Hanbalning do'koni. Sen bilan gaplashib olsam bo'ladimi? Mana ko'ring, agar sizga ma'qul kelsa, shu uyni ijaraga beraman. Xuddi men xohlagandek uy ekan. Qancha so'raysan, birodar? Do'stim Marvonning hurmati sizni rozi qiladigan yo'lni tutamiz. Rahmat ibn Nuh. Muhimi, siz rozi bo'lsangiz bo'ldi. Sendek yigitni uchratganimdan bag'oyat mamnunman. Men ham Abu Dovud. Marhamat. Hojam, siz mendan qaysi shoirni yoqtirishimni so'ragan edingiz. Men Bashar ibn Burtni ma'qul ko'raman. Bashar ibn Burtni nimasi yoqadi? Balki uning jur'ati va jasorati yoqar. U shunchalik jasurmi? Uning she'rlarini nazarda tutyapman, hojam. Uning jasurligini qayerda ko'rding, Ibn Robiy? Unga xiyonat qilgan arab xalqini haqorat qilishi Bashir ibn Burdni yetarlicha jasur ekanini ko'rsatmaydimi? Islom dini faqat arablarning dini emas. Bular hammasi nafratdandir, jasorat emas. Mavlay al-Mahdi rahimahulloh bid'at ayblovi bilan uni qamchilagani esingdami, Jafar? Xo'sh, nima bo'pti? Biz hozir din va e'tiqod emas, she'riyat haqida gaplashyapmiz. Men ham bularni bir-biridan ayron narsalar deb bilaman. She'r aqlning aks sadosi, qalbning ko'zgusidir. Uni qadrlab maqtashing nimasi? Bu yerda gap bir tilning balog'at va fasohati haqida ketyapti. Nima demoqchisan, Ibn Robiy? Bu gaplaring bilan nimaga shama qilyapsan? Menga yoqmayapti. Agar mo'minlar amiri huzurda bo'lmaganimizda edi, sen bilan boshqacha gaplashar edim. Jafar. Hojam. Men she'r eshitmoqchiman. Bolalar janjalini emas, Ibn Robiy. Agar Ahmad ibn Hanbalni do'konini sotishga ko'ndira olsam, menga 50 dirham berishini aytdi. 50 dirham? Ha, 50 dirham. Yana ijara haqqini ham yarim barobarga tushirib berishini va'da qildi. U va'dasini bajaradigan kishi. Ko'ndira olsam qaniydi, Salma? Nima deb o'ylaysan? Ahmad do'konini sotarmikan? Ha? Nega sotmas ekan? Ibn Hanbal sendan va anavi do'stingdan ko'ra aqlliroq.
Menimcha u otasidan qolgan do'konni hech qachon sotmaydi. Do'kondan kelgan mablag' ro'zg'orini tebratadi. O'g'lim bilib qo'y, pul qushga o'xshaydi. Xohlagan payt uchib ketadi. Bema'ni hayollarga berilma. Onajon, Nima bo'ldi senga? onajon. Ahmadga do'konni ijara pulini berishni unutman. Bir necha oydan beri unga ijara pulini berganim yo'q. Unga juda zarur bo'layotgandir, a? Unday bo'lsa ertagayoq uning oldiga borib do'konni pulini bering. Bir yo'la do'konni sotadimi, yo'qmi bilib kelasiz. To'g'ri aytasan, xotinjon. Ona, gaplashib kelsam maylimi? Nima deysiz? Boshqacha yo'l tutganing ma'qul. Agar do'konni sotish haqida so'z ochsang, unda ijara pulini bermay tur. Ijara pulini ushlab tur deysizmi? Shuncha payt indamay sabr qilib kelgan odamga yolg'on gapiramanmi, ona? Bu yaxshi emas. Bunday qilmayman. Bu erkak kishiga yarashmaydi. O'zingiz menga do'kondan boshqa daromad keladigan joy yo'q demaganmidingiz? Ha? Shunday demaganmidingiz? Shunday qilsang, niyatimizga yetardik. Onam hamma narsadan xabardor, Salma. Qanday onajon? Hoy, tentak qiz, hali ham o'zingga qaramadingmi? Seni ko'rgani Bag'dodning bir nufuzli kishisi keldi. Seni yoqtirib qolsa, olib ketadi. Tushundingmi? To'g'ri menga aytding, lekin men senga hech narsa deganim yo'q. Sen ahmoqsan. Bu uyda qamoqda o'tirgandek o'tirasan. Seni sotib olsa, o'zingga yaxshi bo'ladi. Bunday hayotdan qutulasan, bir-birimizdan qutulamiz. Men senga aytadiganim aytdim. Men hech qachon hech kimga sotilmayman. Mo'minlar amiri kelib sotib olaman desa ham rozi bo'lmayman. Men hurman. Eshityapsanmi, hurman? Men qul emasman. O'chiraman. Hozirroq bas qilmasang, seni o'ldiraman. Sendan qutulaman. O'zi shunda ham jonimga tegib ketding. Bu qizga nima bo'lgan? Nega unga qattiq munosabatda bo'lyapsiz? U bizni shunday yo'l tutishga majbur qilyapti. Biz uni sotib olganimizdan so'ng aqldan ozganligini bilib qoldik. Hozir o'sha paytidagi holatidan ancha yaxshi bo'lib qoldi. Aldayapti. Men hurman. O'lgunimcha hur bo'lib qolaman. U meni ozodligimdan mahrum etdi. Meni arzimagan pulga sotib yubormoqchi. U yolg'onchi. Unga ishonmang. Sizga aytdim-ku, u jinni. Mana, bu unga egalik huquqimizni isbotlovchi hujjat. Lekin bu bunday holatga kamdan-kam tushadi. Doim ham bunday bezovta bo'lavermaydi. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Mayli, xo'p. Men boray, boshqa kun kelaman. Ungacha o'ziga kelib qolar. Ha, bemalol. Qachon istasangiz kelavering. Yaxshi kun kelsa qabul qildik. Sen yomon kunlarga ham qodirsan.
Alloh azza va jalla zikrini e'tiborsiz qoldirishdan boshqa hech narsa bizni xafa qilmaydi. Mo'minlar amiri sizlarni o'z huzuriga chorlayapti. Mo'minlar amiriga bo'ysunamiz va itoat etamiz. Mo'minlar amirini oldida seni nimalar kutib turganini bilasanmi? Allohning kuch-quvvati va adolatidan umidvormiz. Seni ajaling kutib turgan bo'lsa-chi? Bizga Alloh yozib qo'ygan narsadan o'zgasi zinhor yetmaydi. U bizning hojamizdir. Mo'minlar Allohgagina tavakkal qilsinlar deb. Qo'rqmayapsanmi? Allohdanmi? Albatta qo'rqaman. Undan o'zgasidan qo'rqmayman. Yaxshi. Unday bo'lsa hayotingni oxirgi daqiqalar yaqinlashmoqda. Qani ketdik. Alloh o'zi qo'llasin Shofiy. O'zi yordam bersin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Menga aytganlaringiz haqida o'ylab ko'rdim. Xo'sh, hamma aytganlaringizni qilaman. Unday bo'lsa shu ondan boshlab ishga kirish bo'la qol. Lekin nima lekin? Ish boshlamasingdan turib shikoyat qilasan. Yo'q. Aytmoqchi edimki, qanday yangiliklarni sizga yetkazib turishim kerak. Katta-yu kichik, mayda-chuyda bo'lsa ham yetkazasan. Mo'minlar amiriga taalluqli bo'lgan hamma narsa, din va davlat ishlariga oid gap-so'zlarni hammasini aytib turasan. Qanchalik muhim ma'lumotlardan xabardor qilsang, shunchalik ko'p haq olasan. Tushundingmi? Xo'p. Sofiyaning ishi sizlarga albatta yoqishiga aminman. Qani avval bir ko'raylik. Mana kelam, ko'ringlar. Qani. Barakalla Sofiya. Juda chiroyli chiqibdi. Naqshlari ham bejirim. Sizlarga yoqqanidan xursandman. Bunga qancha so'rayapsiz? Menga sizlarning bergan bahoyingiz kifoya. Narxini siz aytavering. O'zing ayta qol, dugonajon. Sizlar meni uyimdasizlar. Narxini men ayta olmayman. Yaxshisi gilamni sizlarga qoldiray, o'zingiz narxini chiqarib berarsiz. Bundan sifati pastlarini bozorda 20 dirham sotishyapti. Menimcha, Sofiyaning qo'l mehnati bilan to'qilgan bu gilamni bahosi 25 dirham. Biroz qimmat emasmi? Yo'q, qimmat emas. Sofiya kechani kecha, kunduzni kunduz demay mehnat qilgan. Assalomu alaykum mo'minlar amiri. Va alaykum assalom. Xo'sh, nimaga? Siz aytgan xoyillarni olib keldim, hojam. Olib kel. Assalomu alaykum mo'minlar amiri. Va alaykum assalom va rahmatulloh va barakatuh. Sen Muhammad ibn Idris ash-Shofiymisan? Ha, hojam. Ha, hojam deysan u.
itoatsizlik qilib mo'minlar amiriga qarshi bosh ko'tarasan? Olamlar Robbisiga hamd va sanolar va rasuliga durud va salovatlar bo'lsin. Sallallohu alayhi va sallam. Abbosiy hukmdorim, Alloh sizni mulk va ilmingizni ziyoda qilsin. Siz ham unga yaxshi amal va shukronalik ila javob qaytarursiz. Haqiqatan ham siz Allohga va xalqingizga minnatdor bo'ldingiz va natijada mamlakat sizning nazoratingiz ostida bo'lishiga rozi bo'ldi. Siz sunnatning va olimlarning qanchalik muhim o'ringa egaligini ta'kidladingiz. Shu tufayli Alloh sizni zolimlar, yolg'onchilardan uzoq qildi. Dushmanlaringizni yo'q qildi, martabangizni oshirdi. Ammo kuchli boshqaruvni muvozanatlashtiradigan narsalar orasida ishonchsizlik va shubhalar bor. Sizni hukmronligingiz avvalida ehtiyotkorlik shart edi, lekin hozir sizning saltanatingiz barqaror va kuchli bo'ldi. Endi odamlar sizning nazoratingiz ostida va ular ustida ehtiyotkorlik zarur emas, chunki ular sizga itoat etadilar. Alloh bandalarga adolatli va adolat bilan muomala qilishni so'radi. Odamlar orasida hukm qilganingizda adolat bilan hukm qiling. Sizga siyosat, g'amxo'rlik va musulmonlarni boshqarish mas'uliyatini berdi. Ba'zi bir meni yomon ko'rgan, meni hurmat qilmagan axloqsizlar maslahati bilan bu yerga meni va mana bu talabalarimni qo'llarimizni bog'lab olib kelishdi. Meni taqdirim sizning qo'lingizda. Alloh o'rgatganidek hukm qiling. U oliy hakam, lekin xoinlardan ehtiyot bo'ling. Bunda Yaman oqimini ayblamoqchimisan? Hujjatim va dalilim bo'lmay turib biror narsa deya olmayman, hojam. Men bunday ishlar bilan shug'ullanuvchi emasman. Ammo shuni aniq bilamanki, bunday yolg'on tuhmatni to'qib sizga yetkazgan odam xoindir. Men butun umrimni ilm talabida o'tkazgan, Alloh azza va jallaning kitobini o'rgatgan insonman. Men hukumat va siyosat ishlari bilan shug'ullanmayman. Ular o'z ishlarini o'zlari yaxshi biladilar. Meni o'quvchilarni mo'minlar amiriga qarshi o'qityapti deganlar Xudo haqqi yolg'on aytyaptilar. Mo'minlar amiri ham talabalarim ham menga birdek. Biz barchamiz birodarlarmiz. Bu meni ukam, bunisi jiyanim. Men ham shulardanman. Oxir oqibat hammamiz bir yerga boramiz. Huzuringizga bunday tuhmat bilan kelganlar, agar gaplari rost bo'lsa, ayting, dalil va isbotlari bilan kelsinlar. Har bir insonning qalbidagi niyatlarni yolg'iz yer va osmonlar Robbisigina bilib turguvchidir. Qozilar ham, hukumat ham bila olmaydi. Qalbimizdagilarni faqat yuragi borlargina tushunadi. Qozilar qozisi, siz nima deya olasiz? Ruxsatingiz bilan mo'minlar amiri. Bu kishi va uning atrofidagilarga qarab turib, ularga qarshi biror dalil va isbot topa olmadim. Ularni o'zlari ham ularga qo'yilayotgan ayblovlarni inkor etyaptilar. Hammasini Alloh bilguvchidir. Men bu kishini yaxshi bilaman. Lekin men uni eslatmadim. U ham xuddi mendek meni zikr etmadi. Mo'minlar amiri. Qozi Muhammad ibn Hasan ash-Shayboni, Abu Hanifa an-Nu'monning shogirdi An-Najib. Men uni ko'rgan zahotim tanidim. Lekin men Alloh taolo va mo'minlar amiri huzurida hukm adolatli bo'lishi uchun indamadim. Masrur, hojam, bular ustidan qaror qabul qilgunimizga qadar ularni zindonga qaytarib olib kir. Xo'p bo'ladi. Yuringlar. Sen uni qayerdan taniysan, Abul Hasan? Uni ancha yil avval uchratganman, hojam.
U bilan Hijozda tanishganman. Imom Molik rahimahullohning eng aqlli talabalaridan biri. Imom Molik rahimahullohning eng aqlli talabalaridan biri. Ha, Uni yaxshi bilasanmi? ha. U juda ham aqlli. Juda ko'p ilmlarni puxta egallagan. U bunday tuhmatlarga loyiq emas. U mo'minlar amiri haqida biror nojo'ya gap gapirishini men xayolimga ham sig'dira olmayman. Gapirsa ham faqat u yaxshilik haqida gapiradi. O'ylashimcha, u haqida aytilganlarning barchasi yolg'on va uydirmadir. Men shunday hisoblayman.